Samarqand shahrining Nurli yo'l mahallasi hududida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qarori asosida kompleks qurilish va hududni zamonaviylashtirish loyihasi amalga oshirilmoqda. Mazkur loyiha aholining yashash sharoitlarini yaxshilash, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarini modernizatsiya qilish hamda zamonaviy shaharsozlik talablariga javob beradigan infratuzilmani shakllantirishga qaratilgan. Bugungi kunga qadar mulkdorlar bilan kelishuv ishlari amaldagi qonunchilik talablari asosida olib borilib, mulkdorlarning 80% dan ortig'i bilan o'zaro kelishuvga erishilgan. Kelishuvga erishilmagan holatlar bo'yicha esa masala amaldagi qonunchilikka muvofiq sud tartibida ko'rib chiqilishi belgilangan. Loyihani amalga oshirish jarayonida har bir mulkdorning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'kidlash joizki, mazkur loyiha doirasidagi barcha ishlar qonunchilik talablari asosida amalga oshirilmoqda. Kompleks qurilish dasturi natijasida aholi uchun zamonaviy turar joylar, ta'lim muassasalari, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari, avtomobil yo'llari, ko'priklar hamda boshqa ijtimoiy infratuzilma obyektlari barpo etiladi.